Qadrli kitobxon qarindoshlarimiz, o'qirmanlar. Bu Qutatqa nima Stuporaxon nashriyatidan chiqargan Tafsiri Zarif 7 qismli kitob bilan hadislar to'plami 9 qismli kitob. Bu kitoblar asosan shu 1 kilodan ortiq bo'lgan har biri. Sho'mish boshqa kitoblar bilan aralashtirib olgan yaxshi ekan. 2 kiloning ichigini boshqa kitoblarni sig'dirib qilib ekan. Bu kitoblarni shunday boshqa kitoblar bilan aralashtirib qilgan chog'da jami shu 15-16 bo'liq kitob bo'ladi ekan. Kitoblarning hammasi qattiq muqobil kitoblar, qadrli qarindoshlar. Shu kitoblarni sotib olgan chog'da bu taraflama o'ylashib qo'yganlar yaxshi, qadrli do'stlar.